Mamlakatimizda sport sohasini rivojlantirish, yoshlarni jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarziga keng jalb etish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Turli xalqaro va respublika musobaqalarida sportchilarimiz ishtirok etib, yurtimiz sharafini himoya qilib kelmoqda. Bugungi sport yangiliklarida ana shu natijalar haqida ma'lumot beramiz. Bugun bo'lib o'tgan va ertaga tongda bo'ladigan uchrashuvlar. Germaniya va Shvetsiyada yirik g'alaba. Yaponiya Niderlandiya bilan durang o'ynadi. E guruhi Germaniya va Curacao 7-1 hisobida, Cote d'Ivoire va Ekvador 1-0 hisobida. F guruhida Niderlandiya va Yaponiya durang 2-2 hisobida. Shvetsiya va Tunis 5-1. 15-16 iyun kungi bahslar. H guruhi 21:00 da Ispaniya Cabo Verde, 3:00 Saudiya Arabistoni Urugvay. G guruhida 12:00 Belgiya Misr, 6:00 Eron Yangi Zelandiya. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi ilk uchrashuviga esa 2 kun qoldi. Ular Atlanta shahridagi navbatdagi mashg'ulotlarni o'tkazdi.